Rossiyaning Sankt-Peterburgdagi neft terminalida Ukraina uchuvchisi samolyoti hujumidan so'ng portlash sodir bo'ldi. Hujum prezident Vladimir Putin shahardagi yirik iqtisodiy forumda ishtirok etishidan bir necha kun oldin sodir bo'ldi. AQSh Kongressining Vakillar palatasi Trampga qarshi tanbeh sifatida urush vakolatlari rezolyutsiyasini qabul qildi. Rezolyutsiyaning qonunga aylanishi dargumon bo'lsa-da, u Trampning 28 fevralda Eronga hujum qilishda Isroilga qo'shilib, shanba kuni 100 kuniga yetadigan davom etayotgan mojaroga qo'shilish qaroriga qarshi keskin tanbeh bo'ladi. Trump urush uchun Kongressdan ruxsat olishga intilmadi. U janjal yoki qisqa muddatli ekskursiya deb belgilashga harakat qildi. Ammo respublikachi yetakchining chet elda qayta harbiy kuch ishlatishi Kongressdagi ayrim rahbarlarni hafsalasi pir qildi. Bu konstitutsiya faqat urush e'lon qilish vakolatiga ega edi. Chorshanba kungi ovoz berish bu yil Vakillar palatasi Trampni Eronga qarshi harbiy harakatlari uchun Kongressdan yordam olishga majburlash uchun urush vakolatlari Eron-AQSh urushining so'nggisi. Trampning jangi har ikki tomon ham zarbalar o'tkazar ekan, harbiylar hammani yo'q-sovuq tayyor. Biz ularga biroz qattiq zarba berdik, shuning uchun ba'zi narsalar uchun sabab bor va odatda ba'zida mantiqiy bo'lgan sabab bor, dedi Tramp. Bu dunyoning boshqa qismi, bilasizmi? Men shuni aytmoqchimanki, ot ochishni to'xtatishsiz mo'tadilroq oq otganingizda. Bu Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi mamlakatning Kuvayt va Bahraynga hujumini o'zini o'zi mudofaa zarbasi deb himoya qilganidan keyin sodir bo'ldi. Arakchi nashriga yozdiki, Eron kuchlari AQSh kuchlari fuqaro kemalarga hujum qilish va sulhni buzish uchun foydalanadigan obyektlarni nishonga oldi. Qaysi sanksiyalar va urush erisha olmagan, ko'proq urush bilan yutib bo'lmaydi, dedi u. Eronning Kuvayt ism ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina may oyi Rossiyani oyga orqaga surdi. Fransiya 24 muxbiri Mark Owen bilan suhbatda Isldagi Rossiya guruhi rahbari o'rinbosari Kristina Harvard Ukraina sharqidagi olga siljishni sekinlashtirishda muvaffaqiyatli taktik qarshi hujumlar, shuningdek, Rossiya hududida uzoq masofali raketa va dron hujumlarini kuchaytirish muhim rol o'ynaganini aytdi. Ukraina o'z armiyasini to'xtatib qo'yganida Putinning so'nggi dalil o'z pozitsiyalarining kuchayib borayotganini sezgan Ukraina qo'shinlari Sankt-Peterburg shahriga zarba berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin u yerga yuqori darajadagi iqtisodiy forumga kelgan va prezident Vladimir Zelenskiy unga ochiq xat yozib, urushda g'alaba qozona olmasligini aytdi. Resurslaringiz sezilarli darajada kamayib bormoqda, deb yozgan Zelenskiy. Siz 26 yildan beri qilganingizdek, ruslarning sodiqligini sotib olishda davom etish uchun pulingiz va siyosiy kuchingizga ega bo'lmaysiz. Zelenskiy Putinni yuzma-yuz muloqotga taklif qildi. Rossiya to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi va jang maydonidagi vaziyat yomonlashganini tan olmadi. Zelenskiy rossiyaliklarning ustunligini tan olgan bir soha bor. Ballistikasiz